Assalomu alaykum limon ko'chat ishqibozlari. Mana limonlardan ko'chirib kelib mana parnikka joylashtirib boshladik mana. Boshdan joylab mana parnikni tayyor qilib qo'yganmiz, uni iplarini tortib tayyor bekitishga. Mana ko'chatlarni tushirib olsak, xudo xolasa bekitib tashlaymiz mana. Ikkashar ko'chatlarimiz bular mana. 2 yoshli ko'chatlar. Mana shu parnikda saqlab mana bir boshdan suvda yana kuyib chanqatmasdan. Bu ko'chat saqlashda ham o'ziga yarasha anaqasi bor, qiyinchiligi bor mana. Qishi bilan bunga suv quyib chiqamiz. To bahorgacha 3 marta 4 marta suv beramiz bularga. Shlankada sekin qishi bilan sug'orib chanqaganda mevalilar mana. Mevalar ham mana sarg'ayib pishishni boshladi mana, mevalar ham sarg'ayib qoldi. Mana mevalari. Ko'chatlarimizda hali uzilgani yo'q bu mevalari. Ha, mevalar. Ko'chatlar tosh beryapti, keyin tushiryapti mana. Mana ular mandarilarimiz mana. Mandarilar ham pishib qolishni boshladi mana. Mandarilar ham mana pishishni boshladi. Mandarilar ham sarg'ayishni boshlab qolibdi. Mana bu yoqda katta limonlarimiz. Mana hali uzilgani yo'q bular. Mana sarg'ayib g'arq pishdi mana. Sop sariq mana ko'ringlar. Pishishni boshladi limonlar mana. Bu boshini egib limonlar. Limonlar. Evet. Parniklarimiz tayyor mana. Narigisi, bunisi ikkita parnigimiz bor. 2000-3000 ko'chatni mana shularga joylaymizda. Baylar tekizlab bir boshdan joylab mana shu qishi bilan mana shu yerda chiqaramiz. Buni saqlashdan o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Termiz holatga qilib qo'yganmiz mana. Parnikni ham termiz holatda mana. 1-2 yopilaveradi. Ikkita parnigimiz. Shu ko'chatlarni mana shu yerda saqlaymiz qishi bilan. Hosilga ekkan o'zimizga mana mevaga ekkan mana limonlar mana. Sarg'ayishni boshladi bular mana. Mana limonlar, mandarilar, limonlar mana.